Oshxona mebellarini qachon yasattirish kerak? Remontdan oldinmi yoki keyinmi? Bu borada biz sizga maslahat beramizki, hammasini alohida qilgandan ko'ra bittada ishni bitiring. Bu holatda biz sizga quyidagilarni tavsiya qilamiz. Agar uyingizni ta'mirlashga qaror qilgan bo'lsangiz, darhol dizayner bilan bog'laning va oshxonangizni tafsilotlarini muhokama qiling. Oshxona garnitur o'lchami va joylashuvi, mebel materiali va texnikalari, rakovinani joylashuvi. Dizayner sizga dizayn, loyiha va narxlarini hisoblab beradi. Keyin o'lchovchi mutaxassisni chaqirishingiz mumkin. U darhol kelib, uyingizni o'lchamini sizga chiqarib beradi. Siz bemalol ta'mirni davom ettirishingiz mumkin. Oshxonangizdagi ta'mir tugagach, mutaxassislar uni sizga yetkazib berishadi garnituringizni va professional darajada o'rnatib berishadi. Luxvera sizga sifatli va ishonchli xizmatni taklif qiladi. Shu raqamga aloqaga chiqing. Biz sizga uyingizga mos mebel tanlashda yordam beramiz va sifatli qilib o'rnatib beramiz.